Mashinani motorini tushirib bo'ldik başta. Mashinani tushirib bo'ldik. Ha? Mana xudo xolasa motorimizni ichlarini ochdik. O'ta ideal holatda turibdi. Daji yurmagan ham shekilli. Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa Volga proyektimiz motorlarini tushirib qo'ydik. Mana eski motorlari. Xudo xolasa mana yangi motorlarni tanlab olib chiqib qo'ydik. Mercedes 104 avtomatik korobka, xudo xolasa ideal holatda turibdi. Shuni bosib beramiz. Hozir bir qator kirishkalarni ochib, motor ishlarini bir qator ko'rib qo'yamiz. Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa Volga proyektimizga motorlarni tanlab olib chiqib qo'ydik. Mercedes 104 avtomatik korobkalarda ideal holatda turibdi. Hozir kirishkalarni ochib, bir qator ishlarni ham ko'rib qo'yamiz. Yuramiz, kirishkalarni tezroq bittadan ko'rib qo'yamiz hozir.